Implant qo'ydirishdan oldin qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Implant qo'ydirishdan oldin bizga qon tahlillari kerak bo'ladi. Asosan umumiy qon tahlili va qon evish tahlillari. Gepatit, VICH infeksiya bularga ham topshirish maslahat beriladi. Implant qo'ydirish umuman og'riqsiz. Maxsus og'riqsizlantiruvchi anestetiklardan foydalanamiz va hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Faqat 3-4 soat o'tgandan keyin ozgina og'riq bo'lishi mumkin. Implant hamma odamlarga mos keladi. Faqatgina biz 3D rentgenni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Suyakni qanday holatdaligiga qarab turib implant qo'yamiz. Kerak bo'lsa qo'shimcha operatsiyalar o'tkazishimiz mumkin. Operatsiyadan keyin tiklanish qancha vaqtni davom etadi? Tiklanish 3 kundan 2 haftagacha vaqt talab qilinadi. Bu organizmga bog'liq. Implant va protez o'rtasida nima farq bor? Protez o'zini maydoni bo'ladi. Bu olib qo'yiluvchi protez hisoblanadi va chegarasida maza tamga, nutqga har xil o'zini diskomfortlari bo'ladi. Implantda biz tabiiy tishi holatigacha olib borishimiz mumkin bo'ladi. Implant qo'ydirgandan keyin uy sharoitida qanday parvarish talab etiladi? Uy sharoitida shaxsiy gigiyenani to'liq bajarishi va airflow har xil tozalovchi vositalardan foydalanish maslahat beriladi. Siz tishingizni yo'qotdingiz. Qatga nimaga murojaat qilishni bilmayapsiz. Bizning dermatologiya markazimizda stomatologiya yo'nalishida implantatsiya bo'yicha ish olib borilmoqda.